Qarachi bolalar, bugun shu tunning hoziridayoq 4-chi video chiqaryapmiz. Qarachi obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Mana shu hozir biz Supreme Duel Stickman o'ynaymiz. Men bilan Fardosh. Bombalar bilan o'ynaymiz. Ko'ramiz kim birinchiroq potlar ekan. Qani boshlandi o'yin. Marra o'ngacha ko'ramiz kim yutar ekan. Marra o'ngacha. Albatta. Shu bilan videomiz tugaydi. Niger qorbog'ini orqasidan kelyapti pistara. Hammaga iltimos qilaman. Shuncha paytgacha hech kim like bosmagan, podpiska bosmagan. Bosinglar, iltimos qilaman. Yorib turing menga. Qani ketdik. Boshlandi. Qarachi bu Niger nimalar qilyapti men bilan? Nima qo'rqdimi? Nima kesang? Maki. Maki. Qo'chnimi bo'lmadi. Nima kesang? Bomba nima qilyapti ustunda? Bombani yuborish kerak unga. Qarachi qochdi. Qarachi qochapsiz. Yo. Молодец, Jigar. Jigarimda bu bomba meni. Portla bomba. Unga. Biladi lekin. Qarachi birinchisiga yetdim. Qarachi birinchi qismga yetdim. Endi ikkinchi qismga o'tishga harakat qilamiz albatta. Unda Niger kichkina bombachalar bor. Bu Nigerchani men o'zim Ko'r bunga ham yutqazamiz. Kengisiga yurtamiz. Qoch! Bomba nimadir halol beryapti. Nima bo'lyapti? Og'zingga beray. Biladi. Bomba portlamasa o'ldirib qo'ydim. Endi Maki. Qarachi men temir odamni qo'li bor endi. Agar esingizda bo'lsa, bu o'yin har bir hattoki haftasiga yangilanib boryapti. Juda ham zo'r o'yin, sherik bilan o'ynaydigan o'yin. Hozirchasiga 4 chiqishligi ham chiqqan. Albatta tortib o'ynab ko'ringlar. Sizlarga yoqishi mumkin. To'g'ri, ko'p kishi bilan o'ynagan bo'lishi mumkin, ammo o'ynamaganlar ham bor, lekin zo'r o'yin. Haqqan lekin zo'r o'yin. Bu safar men yutdim, ukamda. Bu safar yutqazdim-da. Evet, nimaga video? Amazing. Bilan atasiki klip istem. Stop. Ozgina sabablar deb ushlanib qolgandik, endi yana o'yin ketyapti. O'zaro reklama chiqdi-da. Obunachilar. Hozir aptiga beraman. Nima kesang? Qochamiz. Men shunday qilib talafga beraman. Qoch. Portla. Yo'qol. Mingas. Bizga yaramaz. Kaka. Obunachilar, agar keng safar 20 ta podpiska yo'q, polli hammasi 100 ta podpiska bo'lsa, Free Fire PUBG'dan boshlaymiz. Keyin motion o'yin bor, Counter Special o'ynaymiz. Men bilan Fardosh o'ynaymiz. Bitta aytdim. Men bilan Fardosh qilich o'ynaymiz. Agar 20 ta 40 ta obunachi bo'lsak, Fardosh yutqizib beradi. Yurtaman keyingi safar. Kim biladi, balki bu bo'lishga yutarman. Agar 40 ta obunachi bo'lsak, men O'zbek kallasiga tuxum yoraman. Shu gapimni unutmanglar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta tuxum yoraman. Bu yolg'on nakam gaplar emas. Yana reklama chiqdi bile. Hozir o'ldiramiz buni. Nigerchani, o'zimizni Nigercha bilasizlar-ku. Xafa bo'lmaymiz. Nigerlardan hech qachon xafa bo'lmaslik kerak. Podpiska. Qoch. Nima qilyapti bu? Tuzoq qo'yapti menga. Tuzoq. Menga nima tuzoq qo'yapti? Qoch. O'ldik. Biladi lekin. Mana 5 raundgacha bo'ladi. Chunki biz buni shortga qo'ymoqchimiz. 5 raundgacha bo'ladi. Hozir kim yutsa, ana shu tamom, o'yin tugaydi. Yana bir marta aytaman, obuna va like bosinglar. Bu yangi kanal ochdik. Shu bugun o'zida 4 ta video chiqyapti. Free Fire'dan ham tayyorladik, PUBG'dan ham tayyorladik. PUBG tanlaganimiz yo'q. PUBG'ni keyingi videoga tanlaymiz. Minecraft'dan ham tayyorladik. Albatta juda zo'r. Qarachi, bugun O'zbek yutdi.
keyingi safar men Ro'zbekda hamma olaman. Like va obunani bosib qo'yinglar. 10 mingta, bir 100 ta podpiska beringlar. Javob gapimga Firdavsni kallasiga tuxum yoraman. Javob gapimga. Bo'pti, ertaga video olamiz. Bo'pti.